Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 22-dan 29-iyul kunlariga ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq. Kunduzi 22-dan 23-iyul kunlari 30-35 daraja issiq. 24-dan 29-iyul kunlarigacha esa 35-40 daraja issiqcha asta-sekin ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq. Kunduzi 22-dan 24-iyulgacha 32-37 daraja iliq. 25-dan 27-iyul kunlari 34-39 daraja issiq. 28-29-iyulda 35-40 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq. Kunduzi 22-23-iyul kunlari 30-35 daraja issiq. 24-dan 29-iyul kunlarigacha 34-39 daraja issiqqacha asta-sekin ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 22-iyulda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda 20-22 metr sekund tezlikgacha yetadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 22-iyulda 24-29 daraja iliq. 23-dan 29-iyulgacha 22-27 daraja iliq. Kunduzi 22-23-iyul kunlari 34-39 daraja issiq. 24-iyuldan 29-iyul kunlarigacha 35-40 daraja issiq bo'ladi. Farg'ona vodiysi viloyatlari, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 22-iyulda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 23-dan 25-iyul kunlarigacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq. Kunduzi 22-23-iyul kunlari 30-35 daraja issiq. 24-dan 26-iyulgacha 32-37 daraja issiq. 27-dan 29-iyul kunlari 34-39 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 22-dan 25-iyulgacha ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq. Kunduzi 22-23-iyul kunlari 20-25 daraja iliq. 24-dan 29-iyulgacha 25-30 daraja iliqqacha asta-sekin ko'tariladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.